Spermogramma yomon chiqdimi? Shoshilmang. Bir tahlil bilan sizga hukm yozilmaydi. To'g'ri tayyorgarlik va sababini aniqlab turib, buni davolasa bo'ladi. Shunaqa bemorlarimiz bor, umrida birinchi marta sperma topshirib kelyapti. Spermasi 0. Hali uylanmagan bo'la, 2004-yil. Spermasi 0 chiqyapti. Tamom, u shokda. Tamom bo'lib qolgan, psixologik cho'kkan va unga ginekologga borgan, urologga borgan, har qanday vrachga uchrashgan. Analizni ko'radi deydi, sani eko qilish kerak. Sani eko qilish kerak deb bemor qo'rqib qolgan. Men aytdim, qachon topshirding? 1 hafta bo'ldi dedi. Unda yana 1 hafta dam ol va qaytadan topshir dedim. Sababi umrida u birinchi marta hali spermogramma topshiryapti. U qaytadan topshiryapti, spermogrammasi zo'r chiqyapti. Do'stlar, shuni bilib qo'ying, spermogrammani umringizda birinchi marta topshiryapsizmi, kamida 3 marta topshirishingiz kerak. Sababi agar mana shu uchalasida har xil chiqishi mumkin. Bir-biriga yaqini to'g'ri deb olinadi. Mana hozirgi bemorimizda umrida birinchi marta topshiryapti, 0 chiqyapti. Biz 2 hafta dam berdik va o'ziga tinchlantiruvchi nima qilib, keyin qaytadan topshirdik, spermogrammasi zo'r chiqyapti. Prosta shunaqa holatlar bo'lib turadi. Может, stressga tushdimi, boshqa bo'ldimi, buni bilib bo'lmaydi. Bu organizm. Shuning uchun kamida 3 marta topshiring agar birinchi marta spermogramma topshirayotgan bo'lsangiz. Agar sizda shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu videoni spermogrammasi past chiqqan do'stingizga yuborib qo'ying. Spermogrammani to'g'rilasa bo'ladi.